Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Juda ko'pchilikni shu tunikofon patolog savol javobi qiynaydi. Aziz tomoshabinlar, mana shu ko'rib turgan fasoninglar hamma yog'i ichida tunikasi, rekasi, samarasi, germetigi, lesasi, taxtasi mana ko'ryapsizlarmi? Bitta portida tanka bo'lib ketadi bu. Tanka bo'lib portiga qancha yuk ortganimiz ko'ryapsizlarmi? Hamma material o'zimizdan bo'lsa 130 so'mdan boshlanadi 200 so'mgacha. Fasoniga qarab narxlari o'zgaradi. Tunikaning qalin yupqonligiga qarab narxlari o'zgarib boraveradi. O'zingizlar qilinmayotgan ishlarga bitta baho berasizlar. Bu obyektimiz Qamishqo'rg'onda aziz tomoshabinlar. Akamiz video kamerani zakaz qilgandilar. Video kamerani o'rnatib berganmiz. Mana chiroyli qilib ko'rishingiz mumkin. Fasonlarni nomer 1 qilingan. Qamishqo'rg'onda bitta bo'ldi. Nomer 1 bo'ldi lekin. Mana burchalarga e'tibor berasizlar. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli tunikofon patologlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa Tojikistonning libo joyiga borib, dastlabki stanovkalarni qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana aziz tomoshabinlar, ham tunikofonni, ham kameralarni o'rnatib berganmiz akamizga. Ana shu fasonni akamiz shu fasonni tanlaganlar, chiroyli qilib mana uyimiz oldida shapkalar yo'q edi, shapkalarni chiqarib, cho'tki qilib urib berganmiz. Uni ko'rishingiz mumkin. Nomer 1 bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Даже mana qo'shni tomonlarigacha tunikofon qilib berganmiz akamizga. Mana qo'shni tomonlar ham bir xil bo'lib tursin deganlariga. Har doimgidek Abdurahim aka xizmatda. Mana mashinaga qancha yuk ortganmiz, o'zingizlar taxmin qilib ko'raverasizlar. Sifat, kачество va birinchi o'rinda bo'lgani uchun mana sizlarga sifatli tunikofon patologlarni taklif qilamiz aziz tomoshabinlar. Ko'ringlar. Albatta xudo xolasa kosmos fasonlarimiz svit yaqbar borib, hozir svitlarni yoqadi, mana lampochkalarni qo'yib ketib elektringlar. Podsvetkalari qo'yilgan. Mana nima deyapti? Podsvetkasi ham yaxshi yonadimi? Chekkasi yonmayapti ekan. Hozir nima bo'lgani uchun, yorug' bo'lgani uchun mana juda nima bo'lmayapti. Polni svitlarni qo'yib ketib elektringlar. Xudo xolasa mana o'zingizlar bitta qilingan ishga baho berib qo'yaverasizlar. Bu tomonlarni to'g'ri qilib, hammasini qiyshiq joylarni to'g'rilab, qo'ldan kelgancha harakat qilib cho'tki qilib qo'yganmiz. Kimga shunaqa sifatli tunikofon patologlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Tojikistonning libo joyiga borib dastlabki stanovkalar bilan qilib beramiz. Agar sizlarga mana bu gullar kerak bo'lsa, ustalar, shunaqa gullar, lazerda urilgan gullar, kosmos mana bu fason gullari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. O'zimizda apparatlar bor, birinchi qo'l cho'tki qilib uraveramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Uyimiz ichkari tomoni bu. Shapkalari bunaqa tanoblar ichida qolgan, cho'tki qilib fason qilib urib berilgan. Ash nohiyasi Qamishqo'rg'on qishlog'ida nomer 1 tunikofon patolog mana shu bo'ladi. Hali bunaqasi bo'lmagan Qamishqo'rg'onda nomer 1 bo'ldi. Bitta bo'ldi o'zi ham mana. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, aloqa chiqinglar ekrandagi nomerlarga. Chiroyli qilib borib mana uylarni dizaynlarni o'zimiz qilib, cho'tki qilib urib beramiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Qanaqa chiroyli chiqqan shaxmat qilib, juda bachkana ham bo'lib ketmagan, juda ola bilan nima bo'lib ketmagan, bachkana ham qilinmagan. Skromli chiroyli qilingan, tamom. Mana. Nima xizmatlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Ustoz Muhriddin sizlar uchun xizmatda. Doimo sog' salomat bo'linglar.